Assalomu alaykum Jaluzi brend obunachilari. Biz hozirda Shahrixondamiz, Merosda. Ko'p qavatli uylarga mana shunaqa chiroyli remontga biz chiroyli pardalarimizni ilib berdik. Ko'rib turganingizdek, bu oshxona qismi. Shu yerdan boshladik videomizni. Lyustralarga e'tibor beringlar. Remontlarini ham kiygizib qo'ygan. Remontlarini Art House jamoasi amalga oshirgan. Biz bu yerga ushbu dikey pardamizni qo'yib berganmiz. Jaluzida. Bu yerga esa plize. Chunki bu yerda shkaf qataqib bergan. Xo'p. Xolodilnik barchasi yaxshilaridan qo'yilibdi, avalon. O'zi asosan Hoffman qo'yardi Art House. Uyda egasi avalon ishlatibdi. Endi ikki tomonni bog'lovchi yo'l, garderob. Bu yerga mana shunaqa ochiladigan shkaf qo'yilgan. Mana ochilishiga e'tibor beringlar. Bu yerga esa o'zbekona, lekin zamonaviy uslubda sondiq qilingan narsalar tashlaysizlar. Mana ikkita va ustiga ko'rpa to'shaklar. Har bitta joydan unumli foydalanilgan. Mana bu yerga esa oshiqcha narsalaringizni qo'yaverasizlar. Qo'yishadi aniqrog'i. Endi bu tomondan ham kirsa bo'ladigan katta hol qismi. Umumiy ko'rinishini ko'ringlar mana. Salkam 2 metr 1.95 sm uzunligi, bu yog'i 1 metr chiqdimi ekan? Xullas shunaqa, hozir metrlab ko'rdik. Televizor ham kattasidan qo'yildi. Bu esa ana bunaqa olovga e'tibor beringlar. Uyda egasi havas qilgan ekan. Televizor ko'ryapti turib, chiroqlarni o'chirib, mana dam olsa bo'ladi. Biz bu yerga ham high-tech uslubda pardalar qo'yganmiz, relesli. Bu yoq tomon katta oyna, bu tomoni ham bor. Buni qo'yganimiz sababi yopiladi, quyoshni polni to'sib beradi. Quyosh bu tarafga o'tganda mana G shakli, keyin bu yog'i yana uzun ketgan. Yumshoq mebellari, gilamlari, qandillari, soatlarigacha, suynerlarigacha qo'yilgan. Endi yana bir xonasiga kiramiz. Yana bir xonasi. Bu yerda pardalari terilganligi uchun e'tibor bersanglar tekis turibdi. Nariyoqlar hali terilgani yo'q. Endi terilib chiqyapti. Bu yerga ham shkaflari, ranglari juda ham mos kelgan. Hech qachon modadan qolmaydigan rang bilasizlar. Misol uchun biz uyda ham 20 yil oldin bo'lgan. Hozirgacha turibdi bunaqa rangda shkafimiz. Yana urfga qaytaryapmiz. Demoqda Art House jamoasi. Qandillariga e'tibor beringlar. Turi juda ham ko'payib ketdi. Sensorli televizor bu yerda kichkinaroq, 1,5 metrga chiqadi. Plus bu yerga mana shu rangda pardalar qilib berdik. Qalay yoqdimi? Oddiy, однотонный ranglardan foydalanilgan. BYD gilamlar solinibdi. Endi bolalar yotoqxonasini bitta ko'rsatib olamiz. Bolalar yotoqxonasining umumiy ko'rinishi, narixonada aytgan edim, birma-bir terib chiqyapti. O'zim onam pardalarimiz tikadi. Instagram sahifamizda va YouTube sahifamizda onam o'zi отдельный 1 minutli videolarni reklama qiladi hozir. Ko'ringlar, ranglarga e'tibor beringlar, qanaqa chiroyli. Ham o'g'il bola, ham qiz bola uchun shkaflari
ertakka o'xshaydi. Hozir mana shu lyustrani boshqacha fonda ko'rsataman. Buni qaranglar, qanaqa chiroyli. Juda go'zal. Pardalarimiz ham juda ham yarashdi. Yarki svetga zo'r aytadi baribir. Shuni o'chiramiz sensordan. Videomizga xalaqit beryapti. Shkaflar, suvenirlar barchasini Art House dizayneri asosida tayyorlangan. Har bitta detalini o'ylab chiqishadi. Shu materialli bo'lgan. Pardamiz esa juda ham chiroyli chiqqan. Bu yerda faqat pardani maqtamayapman, общий xonani ko'rinishini aytyapman. Har bitta xonada kontrol bor. Havoni kontroli. Endi sanuzel ko'rsatamiz. Sanuzel adashmasam shovqin bo'lib qoldi shekilli, mayli olaveramiz. Ariston. Mana shu suvni ochganingizda Ariston to'kdan uziladi. Sizni to'kirmaydi, keyinchalik ham qanaqadir ishdan chiqib qolsa. Kattalarga va yosh bolalarga qulay qilib hojatxona qo'yilgan. Suriladigan eshiklik. To'skani va bu yerga shampun sovunlar bemalol qo'yib qo'ysangiz bo'ladi. Sochiq ilgani, suv shurkamani, tupli palto nimasi yog'langan shlenkasiga. Hammasi joyida, shkaflar. Xonani 24 gradus solgan. To'g'ri ko'rsatyapti ekan. Oyna ham. Endi kattalar yotoqxonasini ko'rsatamiz. Kirish qismida kattalar yotoqxonasida aynan yana bitta sanuzeli bor va kafelni qaranglar. Kafel deydimi, nima deydi? Juda ham chiroyli yarashibdi. Neobычный rangda. Bu yerda ham suv shurkalari isiydigan. Muallaq turuvchi shkaf. Unitasi ham xuddi shunaqa ekan. Bu yerga sochiq, bu narsa suvenir. Освежитель ham yotib qo'ysa bo'ladi. Endi bu yoqda qaranglar. Pardasiga e'tibor bermay turasizlar. Hali ter bo'lgani yo'q. Shkafiga e'tibor beringlar. Juda ham chiroyli, qulay qilib ishlangan shkaf va bu tomoni ham ixcham skromniy chiqqan mana trimolari. Nimasi qulay buni hozir ko'rsataman. Mana bu yerda ochasiz. Ayollarga andenni, bu taraf erkakniki, erkak kishiniki. Deylik, bu yerga kostyum sinadigan kiyimlaringizni ilasiz va tortasiz. Bo'yingiz yetmasa. Qarang qancha joy ekonom bo'ladi. Pastiga yana narsalaringizni qo'yib qo'ysangiz bo'ladi. Mana bu yerga ham paypoq nimadirlar qo'ysa bo'ladi. Bu esa mini trimo. Hop. Videomiz yoqib turgan bo'lsa, o как раз mana shuni bosib qo'yinglar. Juda ham chiroyli. Ranglar o'ta yoqimli rang bo'lgan, kafeniy rangni yaxshi ko'raman. Hozir seri ko'rinib turgandir telefonda, lekin bu kafeniy rang. Bu to'qroq jigara. Pardamiz ham kafeniy seri o'rtadagi. Bu ham relisli bo'lgan, mana qaranglar. Yo'q, mana issiqroq uradi-da. Eng tepa qavat aytmoqchi, mansard qismi. 7 etajli ustiga qurilgan. O'zi 7 etajli bu. Ustiga qilingan-da. Tom qismiga qilingan. Shuning uchun rosa issiq uradi.
va buni yechimi shunday to'sib qo'yiladi. Bemalol uyquni uraveradi. Hamma ko'rsatdim. Endi qayer qoldi? Ho'l qismi qoldi. Ho'l qismi kirish. Art House'da Ekaron akfa ishlab chiqaradigan sexi bor. O'zlari qilgan mana. Suriladiganlik. Bu yerga poyabzallar uchun shkaf mana. Bitta, ikkita, uchta, to'rtta, ancha-muncha oyoq kiyim kirib ketadi. Kirib o'xshatga paltolar ilib qo'ysa bo'lar ekan. Yana oyoq kiyim, suvenirlar. Oyna poloslariga e'tibor beringlar. BYD eshik, xullas bu yerda ham bor. Xullas bizda shunaqa bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Shunaqa remontlar kerak bo'lsa, biz sizlarga yordam beramiz, ko'maklashamiz. Parda kerak bo'lsa, jaluzi kerak bo'lsa, biz ishlab chiqaruvchimiz optim narxda qilib beramiz. Hozir pardalar terib chiqilyapti. Bizni kuzatishda davom etinglar. Sahifamizga obuna bo'lib qo'yinglar.